Assalomu alaykum. Qizil ruchka kanalini doimiy kuzatib boradigan ustozlar. Bugun ham har doimgidek sizga noodatiy va boshqacha tartibdagi metodlarni berishni niyat qilganman va bulardan biri o'rmondagi savat metodi va buni o'zimizga qanaqa qilib moslashtirishni video davomida ko'rib o'rganib olasiz. Bu albatta PowerPointda yaratilgan. Hech qanday obuna va internet talab qilmaydi. Shunchaki bir marta faylni yuklash orqali o'zingizga, faningizga buni bemalol xohlagancha ishlatishingiz mumkin. Va buni sizga tayyor fayli berilgan va bu faylni o'zimizga ikki xil tartibda saqlab olishimiz mumkin. O'zimizga qulay tartibda. Birinchisi mishkani o'ng tomonini bosib saqlashimiz mumkin. Ikkinchisi bu ko'chirish yo'li orqali buni o'zimizda ishchi dasturimizga, ya'ni рабочий stolga ko'chirib o'tkazish yo'li bilan o'zimizniki qilib olamiz. Chunki Telegram kanalni o'zida siz faylni o'zini ustida ishlay olmaysiz, o'zgartira olmaysiz. Qachonki o'zingizga kompyuterga buni faylni yuklab olib bo'lganingizdan keyingina siz uni ichiga o'sha yozuvlarni o'zgartirish huquqiga ega bo'lasiz. Xo'p, bu yerda tayyor fayl beriladi. Xuddi shunaqa 3-4 ta slayddan iborat. Birinchi slaydni biz o'zgartirmaymiz, shunchaki bu kirish qismi hisoblanadi. Ikkinchi slayddan boshlab biz o'sha mavzu va fanimizga bog'liq bo'lgan ikkita toifaga, ikkita turga bo'linadigan o'sha so'zlarni biz mana shu slayddan boshlab yozishni boshlaymiz. Bu yerda sizga tushunarli bo'lish uchun birinchi savat, ikkinchi savat va 1-2 qilib xuddi shunaqa qilib ayirib yozganman. Va nima uchun? Chunki bir xil turda yong'oqlar bo'lganligi uchun bu qo'shilib ketadi va qaysi savatga bu yong'oq borib yetishini siz oddiygina shu slaydni ko'rish davomida bilmaysiz. Chunki aralash tartibda bu yerda agar birinchi savat deb yozilgan bo'lsa, o'sha birinchi savatga tushishi kerak bo'lgan so'zni birinchi savat deb yozilgan yong'oqlarga yozib chiqishimiz kerak va savatlarning ostidagi o'sha yozuvni ham biz o'zgartira olamiz. Slaydda hamma ishlab biladi. Slaydda qanaqa yozuvlarni o'zgartirib ishlasak, bu yerda ham xuddi shunaqa tartibda biz ishlaymiz. Masalan, savat o'rniga siz oddiygina ona tilidan misol qilib aytadigan bo'lsam, od, sifat kabi yoki birinchi, ikkinchi guruh matematiklarda yoki boshqa fanda, hamma fanlarga mos keladigan qaysidir mavzularimiz bor. Bu narsani har doim refleksiya yoki takrorlash deymiz, mustahkamlash deymiz. Boshqa o'sha metodlarda ishlatishdan tashqari o'quvchilarga o'sha mavzuni tushuntirish davomida ham foydalanishimiz mumkin ekan. Buni o'sha yong'oqlarga so'zlarimizni yozib chiqamiz va savatga, ya'ni ikkita guruhga bo'linadigan tartibdagi so'zlarimizni tushuntiradigan vaqtimizda o'zimiz o'qituvchi bo'lib buni ishlatishimiz mumkin ekan. Faqatgina o'quvchilarga bu narsani ishlatibgina qolmasdan o'zimiz dars jarayonida bu narsani foydalanishimiz uchun ham bemalol ishlatishimiz mumkin. Ya'ni o'quvchilar eshitgandan, ya'ni og'zaki aytilgan ma'lumotlar bilan birgalikda ko'rsatib qilingan ma'lumotlarni ham juda yaxshi eslab qoladi. Shu sababli shu yo'nalishda ushlagan holatda biz bemalol darsimizda bu usuldan foydalanishimiz mumkin ekan. Xo'p, mana shu 3 ta slayd ham biz o'sha yozuvlarni o'zgartirib chiqamiz. Agar bu ko'plik qiladigan bo'lsa, bitta slaydni o'chirib qo'yamiz va kerakli tartibda buni saqlab, keyinchalik slayd show rejimida buni ishlatamiz. Agar kompyuter yoki klaviaturadan foydalansangiz, unda F5 tugmasini bosasiz yoki TVda va elektron doskada ishlatadigan bo'lsangiz, unda slayd show rejimidan foydalanasiz. Slayd show hammada har xil, yuqori o'ng burchakda bo'ladi. Kechirasiz, yuqori chap burchakda bo'ladi. Agar boshqacha slayd bo'lsa, unda slayd degan yozuvni ichidan topasiz. Bu ya'ni butun ekranni kattalashtirish rejimi degani. Aynan shu rejimga qo'yib, bu animatsiyalarni ishlash tartibini ko'rishingiz mumkin. Oddiy holatda ochilgan slaydda bu animatsiyalar ishlamaydi. Faqatgina slayd show rejimida bu narsa ishlaydi. Xuddi shunaqa mana videoda ko'rib turibsiz, ustiga bosganimizda ikkita turga demak taqsimlanadi.
O'quvchilar bu metoddan foydalanganda birinchi navbatda so'zni tanlashadi va qaysi so'z qaysi savatga borishini og'zaki ravishda aytadi va keyinchalik o'sha yong'oq ustiga bosiladi.